Hammaga assalomu alaykum, hurmatli dasturchaki YouTube kanalimiz obunachilari va Zozo platformamizga qiziqish bildirgan hurmatli bo'lajak oluvchilar va sotuvchilar. Xo'p, do'stlar, bugun biz videomizda qanday qilib Zozo Zuzo deylik, Zuzo platformamizda seller profilini ochib va uni to'g'ri nastroyka qilib, kartochkalar yaratib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, birinchi navbatda bizga kerak narsa hisob raqam ochib olishimiz kerak. Bizga kerak bo'ladi. Mana linkni eslab qolinglar. e-bank.payfi.uz mana shu saytga kirasizlar. Telegram orqali registratsiya qilganlaringdan keyin shunaqa oyna chiqadi. Hisoblar bo'limiga o'tsalaring, bu yerda mana yaratish uchun tariflar chiqadi. Sizda bu yerda bepul Payfi Stars bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman, agar iloji bo'lsa birato'la agar kattaroq daromad qilmoqchi bo'lsalaring buni ochishdi, chunki buni ustida limit bor. Pul bo'yicha bunda limit yo'q. Yozib qo'ying, ko'p miqdorda pul aylanma qilish uchun maxsus hisob deydi. Mana shuni ochishlaringni. Buni ustida mana limit 10 million, ya'ni 10 milliondan, ya'ni bir oyda faqat 10 million pul bunga tushira olasiz. Chiqarishingizdan faqat 10 million so'm. Har bir oyda limit yangilanib boradi. Uni mana yerdan ko'rib tursangiz ham bo'ladi mana. Bitta yozib qo'ygan. Mana shu progress bo'lgandan keyin siz boshqa pul tushira olmaysiz. Faqatgina chiqarish qoladi xolos. Hisob raqam ochasizlar. Hisob raqam ochish so'ng ochish qilasizlar. Shartnomani o'sha o'qiysizlar. Buni imzolab qo'ysizlarda. Imzo qo'yib tasdiqlash qilasizlar. Bepul ochsalaring sirasi ochilib ketadi. Pul yo'q qilsalaring pulni to'lashlaring kerak. Xo'p, buni bepulini ochganlaringdan keyin nusxa olishni bossalaring, mana hisob raqamni nusxa olindi deyapti. Endi bo'ldi, bizga bu hozircha shart emas. Xo'p, Zuzo platformamizga kirganimizdan keyin bu yerda testli kartochkalar. Xo'p, biz bu yerda mana kirish qilamiz. Bu Zuzo ID mijozlar uchun, bizga sotuvchi uchun kerak. Bu yerga login parol orqali kirish. Xo'p, biz ro'yxatdan o'tish qilamiz. Va ismimizni yozamiz. Misol uchun meniki Akbarov Yahyoxon deb qo'yamiz. Hop, betga nomerimizni yozamiz. Betga username misol uchun Yahyo 12 qilib qo'yaman. Bantaga misol 123 qilib qo'yaman. Hop, pochtaga faqatgina bizga Gmail pochta ishlaydi. Boshqa pochta tizimlari ishlamaydi. Bu bant ekan. Unda Payfi o'zimiz ishlatamiz. Hop. Parol yozamiz. Parol harf, raqam, maxsus belgilardan foydalanish kerak. Men hozir bir maxsus belgidan foydalandim. Hop, endi mana bu raqamimizga kod kelishi kerak. Biz buni ikki xil tarzda olsak bo'ladi. SMS orqali, Telegram bot orqali olsak bo'ladi. Agar ishim tezroq bitishsin desalaring, SMS qilmasdan Telegram bot orqali qilsalaring, shu botimizga kirasizlarda star bosib, nomerlarni jo'natib qo'yasizlarda, ebatga kirib shuni ro'yxatdan o'chish qilsalaring, mana shu nomerlarning bot sirasi kod jo'natib beradi. Ro'yxatdan o'chish qilganimdan keyin menga hozir mana kod jo'natdi. Mana endi men telefonimdan ko'rib qo'ya qolaman. Xo'sh, 1 daqiqa. Mana menga SMS keldi. Hop, tasdiqlash kodi 1702 ekan kod. 1702 kodni tasdiqlash. Hop, ana endi qiziq joyi biz nusxalab olgan hisob raqamni betga kirgizsak, o'zi avtomatik tarzda integratsiya qilingan, topadi sirasi hisob raqamni. Betga MFOSini yozamiz. MFOS bizni 5 ta 7. O'zi standart shunaqa bo'ladi. Bu yozganimizdan keyin mana endi hisob raqam ochilganlik haqida hujjat deyapti. Buni qayerdan olamiz? Buni mana bu yerdan ustiga bosganimizda mana hisob ma'lumotnomasi PDF deyapti. Shuni bossak, mana bunaqa hujjat beradi bizga. PDF qilamizda. PDF qilganimizdan keyin saqlashni bosamiz. Saqlashni bosib, o'sha kerakli papkani tanlab saqlab olganimizdan keyin uni X qilib yuboramizda, betga o'tamiz.
Mana buni bosganimizdan keyin bizda o'sha saqlab olgan joyimizni so'raydi. Mana topdim-da, mana bosdim, fayl tanlandi deyapti. Ana endi biznes turi. Endi bizda eng kamida siz jismoniy shaxs bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz, samozanятый, ya'ni o'zini o'zi band qilgan shaxs ochishingiz kerak. Shu jismoniy shaxs ishlagan. Bu birinchidan qulay. Yillik to'lovini qilib berasiz, bo'ldi, boshqa hech qanaqa narsadan olinmaydi. YTTda bilasiz, oylik to'lov bor, katta oborot qilmasangiz bu narsa kerak emas. Bizga samozanятый ham bo'laveradi. Shuning uchun biz samozanятый tanlab beramiz. Xo'p. Endi men hozir bitgani o'sha hisob raqam ochilgan haqida hujjat yuklab turaman. Sizlar o'sha samozanятый ochsalaring, soliqdan yoki o'sha qayerdan ochsalaring guvohnoma beradi o'zi. Qaysi kategoriyada qachon ochildi, ishlayaptimi, yo'qmi, 3 deb bo'ladi. Bu yerda pasport danni kirgizamiz. Seriyasi bu yerga deylik. Ne qilib beramiz? Xo'p, berilgan sana 02.02.2015 deylik. To'g'risi qachon berilgani esimda yo'q. Amal qilish muddati 02.02.2026 qilsa, mana amal qilish muddati o'tib ketgan deyapmiz. Ular 2000 ne qilamiz? 2029 gacha qilib qo'ysak, amal qilish muddati to'g'ri deyapti. Xo'p, endi pasportni oldi qismi deyapti. Oldi qismini yuklaymiz. Arqa qismini yuklaymiz. Endi kimda, misol menda shunaqa pasportim bitta PDFga ham orqasini ham oldini yonma-yon qilib chiqarib qo'ygan. Agar sizda ham shunaqa bo'lsa, baytga ham, betga ham o'sha bitta fayl yuklayverasizlar. Men yana o'sha hozir bank hisob raqami ochilgan haqida hujjat yukladim, chunki menda pasportim kompyuterimda yo'qligi uchun bu hisob o'chirib tashlayman. Shuning uchun sizlar uchun tushunarli bo'lsin deb qilyapman. Xo'p, endi sotuvchi bilan shartnoma joyiga keladigan bo'lsak, buni bir qoshdan o'qib chiqasizlar. Bu to'g'risi sizlarga misol to'g'risi konkret aytadigan bo'lsam, bitta strashniy narsa yo'q bu yerda. Keltirilgan narsalardan o'sha mahsulotni yangi sotish kerak, ya'ni eski, ishlatilgan shunaqa tovar sotish mumkin emas. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, jarimasi ham bor, hisoblari ham blokka ham tushadi. Qaytib anaqa ocha olmaysizlar, keyin akkaunt ocha olmaysizlar, do'kon ham ocha olmaysizlar. Ichidagi pullaringni ham muzlatib qo'yishi mumkin. Strashniyaga misol juda eski narsa sotib, juda deylik Zozo platformasiga, shu marketplace'ga juda katta ziyon keladigan bo'lsa, shu ziyonni sizdan undirib oladi. Kerak bo'lsa pulingizni yechib oladi, hisoblaringizni muzlatib beradi, hamma narsangizni qotirib beradi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, iloji boricha yangi tovar sotinglar. Iloji boricha emas, o'zi majburiy yangi tovar sotish, eskisi ishlatilgan mumkin emas. Shikastlangan mahsulot, ya'ni o'sha shikast etgan mahsulot sotish mumkin emas deyapti. Kafolat va qaytarish, ya'ni Zozo platformasi sellar uchun anaqa qilmaydi, kamida o'sha mahsulot uchun 3 kun kafolat berishingiz majburiy. 3 kun kafolat nimaga, qanaqa bo'ladi kafolat? Misol siz tovar sotyapsiz, tovar sotdingiz, klient ishlatyapti, misol uchun. Agar kiyim-kechak bo'ladigan bo'lsa, shu joyida ko'radi, joyida natijasini aytadi, joyida qaytarib yuboradi. Ya'ni men sizlarga tushuntirib beraman shu joyini. 3 kun siz kafolat berdingiz, qaranglar. 3 kun kafolat berganingizdan keyin siz uni jo'natdingiz. Misol deylik, misol PlayStation'da joystick texnika misol uchun siz jo'natdingiz, klient uni ko'rdi, o'sha misol pochtada ishlatib ko'rdi, ishladi, olib ketdi uyiga. Olib boryapti, misol 1-2 kundan keyin ishlamay qoldi, o'zidan o'zi o'chib qoldi yoki zaryad tashlab yuboryapti, qisqasi buzuq. Ya'ni ishlatishga yaroqsiz degan topilsa, sizga yozadi sotuvchiga. Agar shunaqa narsa olgandim shu yerdan, shu narsa shunaqa muammo bo'lyapti deydi. Siz sababni aniqlashtirasiz. Agar haqiqatan ayb shu tovardan chiqadigan bo'lsa, aytishingiz mumkin. Tovarni menga chiqarib yuborgan, men senga boshqasini jo'natib yuboraman deysiz. Yoki biz tovarni chiqarib yuborgan, senga o'sha pulingni, o'sha buyurtmani bekor qilib, pulingni vazirат qilib beraman deyishingiz mumkin. Shunaqa holatlari ham bo'ladi. Agar vazirат qiladigan bo'lsak, shu operator bilan gaplashiladi. Haqiqatan seller o'zi rozi bo'lyapti, vazirат qildi. Sotuvchiga aloqa qiladi. Haqiqatan tovarni berib yubordim, u qabul qildi. Kerak hamma hal bo'lgandan keyin vazirат qilinadi. Pullar qaytarib beriladi. Endi bu narsa ham qanaqa? Bu 48 soat ichida bo'lishi kerak. Chunki o'sha sotilgan tovar pullari 3 kun saqlanadi. Ya'ni seller panelda 3 kun turadi. Mijoz 48 soat ichida aybi bo'ladigan bo'lsa aytish kerak. Chunki texnika narsani agar
agar 3 kun kafolat beradigan bo'lsa 48 soatda, agar misol 3 kundan oshib ketadigan bo'lsa, u faqatgina seller bilan, ya'ni sotuvchi bilan bo'ladigan narsa. Biz unda ag'aga Zozo platformasi marketplace aralashmaydi. Faqatgina 3 kun ichida bo'ladigan narsalarga aralashishi mumkin. Ya'ni srok o'tib ketmaslik kerak. Qolgan payt misol sellerda o'zi beryapti, misol uchun 1 oy, misol 1 yil, 2 yil, misol o'zi kafolat bersa, faqat o'zi hal qiladi. Sotuvchiga yozadi, sotuvchi bilan gaplashadi. Sotuvchi chiqar deydi, bir nima deydi, pulini tashlab beradi yoki zararni qoplab beradi, uniga boshqasini oldi deyish ham mumkin, misol, например, shunaqa narsa. 3 kundan o'tib ketsa, undan biz aralashmaymiz. Demak, tema yozib qo'yilgan, kamida 3 kun kafolat berish kerak. Kafolat, ya'ni kafolat bo'yicha qaytarish. Ya'ni kafolat muddatida mahsulot o'sha holat bo'yicha, misol olish payti mahsulot ishlamasa, mahsulot ishlab chiqaruvchi xatosini aniqlash, shunaqa. Endi qaytarish mumkin bo'lmagan holatlar bor. Sotuvchi mahsulot sahifasida qaytarish imkonsiz deb belgilagan taqdirda ham yuqoridagi 3-2 bandda ishlatilgan holatlarda ishlamagan, shikastlangan, buzilgan, qaytarish va almashtirish majburiydir. Bu qanaqa? Bu agar qaytarish mumkin bo'lmagan holat bo'lsa, bunda 48 soat berilmaydi. Bunda mijoz uchun 10 soat vaqt beriladi. Ya'ni u iloji boricha shu pochtani oldida, pochtani shu joyida oladi, joyida ishlatib ko'radi-da, joyida muammo bo'lsa, joyida aytish kerak. Endi buni ham o'sha talablar bor, lekin baribir 3-2 band ishlaydi. Qaytarib misol tovar beryapti, pochtani o'zida ochib ko'rib, o'zida ishlamayapti. Unda обязательно qaytarib beradi. Kafolat tizimi ishga tushadi обязательно. Endi qachon bo'lishi mumkin? Deylik, olib ketdi, misol uchun 48 soatdan o'tib ketgan bo'lsa, unda qaytarish imkoniyati. Qachon qaytarish mumkin? Tovar ishlamasa yoki tovarni ham qaytarish talabi bor-da, misol anaqa oluvchi tarafdan. Tovarni hech qayerga zarar etmagan bo'lishi kerak, qirilmagan bo'lishi kerak. Qanday olingan bo'lsa, xuddi shunday holatda qaytarib berilishi kerak. Ichidagi qaysidir mahsulotini olib qo'yib, qaysidir narsasini sug'urib olish degan narsalar, alishtirib qo'ygan narsalar bo'lmasligi kerak. Juda ham qattiq tekshiruv qilinadi, keyin qaytariladi. Lekin kafolatli narsa bo'ladigan bo'lsa, sotuvchi bilan gaplashishda, sotuvchi bo'ldi qaytar degan bo'lsa qaytariladi yoki boshqasini beramasa, ya'ni shu berib yuboradi, boshqasini beradi. Lekin qaytarish mumkin bo'lmagan holatlar desa, juda ko'p vaqt oladi. O'shaning uchun sizlarga shu agar mahsulot sotmoqchi bo'lsalaring, maksimal harakat qilinglar. Tovarni yaxshilab tekshirib, ishlashiga ishonch hosil qilib, hamma yoqlarni chizilgan, qirtilgan, qiyshaygan joylarni tekshirib olib turib, keyin jo'natsalaring, o'shanda sizlarga ham, bizga ham muammo bo'lmaydi. Shunaqa narsa. Endi ba'zi bir narsalar bo'lishi mumkin, endi uni ochib bo'lmaydi. Ochsa endi bilasizlar, narxi tushadi, boshqa bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Ularda mayli, istisno qilish mumkin. Lekin ochish imkoniyati bor, tekshirish imkoniyati bo'lgan narsalar tekshirib ko'ringlar. Shtobi mijoz ochilgan ekan degandan ko'ra ishlagan narsani berib yuborgan yaxshiroq. Xo'p, qaranglar, mahsulot rasmi va tavsifi degan joyi. Endi men to'g'risi boshqa marketplace'larda ko'rganimda juda ko'pchiligi internetdan rasmlab qo'yib qo'ygan yoki sun'iy intellekt yasagan yoki har xil internetda rasmlarni olib montaj qilgan. O'sha rasmni ko'rasiz boshqa narsa, tovar kelgandan keyin boshqa narsa. O'xshash mumkin, lekin tovar bilan misol farqlaydigan bo'lsa 30-40% joy boshqacha chiqadi-da. Например, men o'tirgan hozirgi stolim ham rasmida boshqacha, kelganda boshqacha bo'lgan. Chunki rasmida tagida polkasi bo'lardi. Ya'ni tagida kichkinagina joy-joy, kitoblar topmaysiz bo'ladi. Lekin kelgandan keyin u narsa yo'q. Shunaqa vaziyatlarda faqatgina birinchi rasmiga infografika qilishga ruxsat beriladi. Lekin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qolgan rasmlarga infografika qilish mumkin emas. Bunaqalarga infografika qilinmaydi. Qanaqa qilishingiz mumkin? Rasm, o'sha mahsulotda asl rasmi, agar qilmoqchi bo'lsangiz, mayli ruxsat beriladi. Razmerini ko'rsatishga, hajmini ko'rsatishga, misol xonalarda qanaqa turishi, lekin mahsulotni o'zgarmaslik kerak. Misol uchun internetdan olmaslik kerak. Biz buni yaxshilab tekshiramizda, har taraflama tekshirib keyin o'tkazamiz. Albatta kartochkada mahsulotda original rasmi bo'lishi kerak. Original qanaqa holatda turishini rasmi bo'lishi kerak. Bu narsa nima uchun? Agar biz bu narsani yo'lga qo'ymasdan internetdan olib misol qo'yadigan bo'lsak, olgan odam oladida
Misol uchun rasmda boshqacha, tovar kelganda boshqacha bo'ladi. Shunaqa narsalar nazorat qilishga to'g'ri kelib qoladi. Ortiqcha muammo. Undan ko'ra erinmasdan shu tovarni o'zini yig'ing yoki misol qo'yib chiroyli qilib o'zini rasmga olib qo'ying. Hali ko'rgan bitta ko'rsa, kelganda xuddi shu narsa bo'lsa, haligi odam ham bemalol olgandan keyin hali ko'ngli g'ijil bo'lmasdan ishlatadi. Shunaqa narsa. Bekor bu bandlar kiritilmagan, boshqa marketplace'lardagi muammolarni bu yerda yechim qilib ketilgan. Yetkazib berish majburiyati, ya'ni o'sha siz necha kun yetkazib berishni misol O'zbekiston bo'ylab necha kun ichida yetkazib berasiz, o'sha narsani kiritishingiz kerak va o'sha vaqt ichida yetkazib berishingiz kerak. Agar bu vaqt ichida yetkazib bera olmasangiz, sizdan jarima undiriladi yoki jarima undiriladi yoki bo'lmasa do'koningiz reytingiga, mahsulotingiz reytingiga ta'sir qiladi. Kartochkangiz rekka chiqmay qolishi mumkin, topda ko'rinmay qolishi mumkin. Qachongini izlab topsakin chiqadigan bo'lib qolishi mumkin yoki sizni seller do'konlarda bilsalaring reyting bo'ladi, shu reytinglaring tushib ketadi. U reyting tushgan sari sizdan hech kim narsa olmay qo'yadi. Shuning uchun harakat qilinglar, belgilangan O'zbekiston bo'yicha necha kun ichida yetkazib berasizlar, shuni belgilanglar. Minimum 1 kun, 2 kun shunaqa belgilab ketinglar. Taqiqlangan mahsulotlar 18+, alkogol, shunga o'xshash narsalar, moliyaviy hisob-kitoblar, javobgarlik va sanksiyalar, shartnoma kuchi va davomiyligi. Xo'p, bu yerga ismimizni yozamiz. Akbarov Yahyoxon deymizda. Imzolash qilamiz. Hamma yo'lni to'ldirib bo'lganimizdan keyin biz buni tekshiruvga jo'natamiz. Bu bizning naqamiz edi. Dannelarimiz tekshiriladi. Pasportimiz, hamma narsamiz tekshiruvdan o'tgandan keyin shu do'konimiz tasdiqlab beriladi. Bu uzog'i vaqt oladigan bo'lsa, deylik 1 yo 2 kun vaqt oladi. Agar o'zlari operatorga chiqib turib shunaqa do'konimni ko'rib beringlar desalaring, tezlashtirib ko'rib berishadi. Endi men hozir mana profilimni tasdiqlayman-da, bu yerda mana qilsam bo'ldi. Mana do'konim ochildi. Hop, mana do'konim ochildi. Mening do'konlarimga kirsak bitta do'konimiz yo'q. Ya'ni o'sha seller panelim ochildi. Bitta do'kon ochamiz bitta endi. Deylik kiyimlar deb nom beryapmiz-da. Username tanlaymiz. Username. Bu shu do'konlaringga biriktiriladigan nom. Hop, bu yerda endi rasm qo'yishimiz kerak. E'tibor beradigan joyi bu yerda yozib qo'yilgan. Formatlari hajmi, ya'ni 512 ga 512 pikselda va 500 kilobaytdan oshmasligi kerak. Men xuddi shunaqa rasm tayyorlab qo'yganman mana 80 kilobaytlik 512. Buni iloji boricha Photoshopda qilsalar ham bo'ladi yoki Canva'da qilib olsalar ham bo'ladi. Telefonda Pixel Lab degan programmalar bor. Pixel o'sha formatini o'zlaring belgilasalar ham bo'ladi. Shu yerda qilib olasizlar. Do'kon ochish qilamiz, tavsiya yozib qo'yamiz. Mana bizga do'kon ochildi. Mahsulotlar bo'limiga kiramiz. Bu yerda mana import bor, eksport bor. Import bilasizlar, mahsulotni avtomatik Excel'dan yoki JSON formatda bo'ladi. O'shani joylash uchun eksport yuklab olish uchun tovarlaringizni. Bu yerda skaner qilsangiz ham bo'ladi ishtirokotlarini. Biz kelib tovar qo'shib ko'ramiz. Kiyim degan. Mana hozir futbolkalarda mana rasmlari bor, o'sha Nike futbolkada yozib ko'ramizda. Bu yerdan kiyim deganiga kiramiz va erkak kiyimi. Menda hozir 3 ta rasm bor. Minimum biz 3 ta rasm kiritishimiz kerak talab bo'yicha. Maksimum 10 tagacha. Hozircha 10 tagacha, balki kelajakda ko'paytirishimiz mumkin. Chunki bu yerda misol uchun deylik kartochkalar bor. O'sha kartochkalarga misol bitta kartochkaga misol 3-4 xil bitta narsa, misol bitta futbolka, lekin rangi har xil, например, shunaqalarni qo'shsalar ham bo'ladi. Boshqalarda bor, bitta kartochkaga 7 xil, 8 xil mahsulotni qilsa bo'ladi. Yo'q, bizda unaqa emas. Biz bitta kartochka qilamiz, unga faqat rangi boshqacha bo'lsa, alohida qilishingiz mumkin. Shuning uchun 10 tagacha. Talabga qarab turib uni ko'paytirishimiz ham mumkin. Hop, bu yerda narxi 45 ming so'mdan deb belgilaymiz. Chegirma narxi asl narx 45 bo'lgandan keyin biz buni 40 ming qilib beramiz, ya'ni 5 ming so'm chegirma. Mana bunday qiladigan bo'lsa, tizim o'zi avtomatik bizga qizil chiqarib qo'yadi.
Ombor soni betga tegmay turamiz. Buni sababini tushuntiraman. Agar sizlarda bir xil tovar ranglari, boshqacha narsalar yo'q bo'ladigan bo'lsa, например, qanaqa narsalar bo'lishi mumkin? Ya'ni rangi, hajmi, misol uchun deylik, misol naushnik misol uchun, naushnik misol bitta qora rangi bor. Shunaqa paytda bitta ombor sonini kirgizib bersin, nechtaligini. Bizning holatda 3 xil futbolka bo'lgani uchun hozir misol buni kulrang, oq, qora. Shuning uchun biz omborga tegmay turamiz. Sababini aytaman. Xo'p, bitta original tovar belgisi, ya'ni biz bitta tovarimizga originalligini isbotlovchi hujjat, dokument bo'ladigan bo'lsa, biz bitga yuklaymiz. Agar hujjat tekshiruvdan o'tgandan keyin haqiqiyda topilsa, biz sizga original degan belgini o'qib beramiz. Ya'ni sizlar ko'rsatadigan bo'lsam, biz bu tovarlarimizda yo'q ekan. Shunaqa belgi yoqsa bo'ladi. Bu yerda original degan belgi chiqib turadi. Ya'ni işte bu mahsulot original. Xo'p, yetkazib berish kuni mana 1 kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun, maksimum 5 kungacha belgilashingiz mumkin. 5 kundan oshiq belgilashda afsuski iloji yo'q, chunki 5 kundan oshib ketadigan bo'lsa, o'zi Xitoyda zakaz qilish bilan bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun 5 kungacha belgilashingiz mumkin. 5 kun ham qanaqa holatlarda katta miqdordagi yoki yetkazishga vaqt talab qiladigan narsalarga, lekin mayda narsalarga agar 5 kun vaqt beriladigan bo'lsa, kartochkalarga, mahsulotlarga atkaz bo'ladi. Shunga e'tibor beringlar. Narxni ham iloji boricha katta miqdorda qo'ymanglar. Tabii boshqa misol bozor bilan chiqqanda bet solishtirganda katta farq bo'lmasligi kerak-da. Ya'ni boshqa do'konlarga kirganda farq bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu yerda promo sotishayotganda narxni misol 30-40% qo'ymanglar, 12% dan baland qo'yish mumkin emas. Shu agar bozor o'rganib chiqqanda tovaringiz 12% dan agar narxi baland chiqadigan bo'lsa, kartochkangiz bloklab qo'yiladi. Shunga e'tibor beringlar. Sizlar promo sotyapsizlar, misol sizlar qiladigan ishlaring bizga komissiya to'laysizlar. Agar internetdan odam olib kirsalar, odam olib kirasizlar, boshqa ishlaring yo'q sizlarda misol. Chunki pochta xizmatini ham oluvchining o'zi to'laydi. Tushuntirgan misolaring, sizlar pochtaga pul to'lamaysizlar. Komissiyalar ham past, o'shaning uchun narxni o'ylab qo'yinglar. Hop, keyingisi misol 2 kun, deylik 1 kun mana vaqt beramiz. Kafolat 2 xil turi bor. Mana kafolatli bersam, mana 3 kundan 30 kungacha kafolat berishim mumkin. Bitta standart 10 kun turibdi. Maxsus shart kirgizish, ya'ni bunaqa holat bo'lib qolsa, bunaqa narsa bo'lib qolsa olib qolaman, bunaqa bo'lib qolsa olmayman deb kafolat kirgizib ketishlaring ham mumkin. Qaytarish imkonsiz degan bossalaring aytganimdek, qachon qaytarish mumkin? Tovar shikastlangan bo'lsa, buzuq bo'lsa, ishlamasa, o'shanda qaytarish mumkin. Qolgan holatlar istisno. Ya'ni tovar yoqmasa, ishlatish kelmasa, 3 kun ishlatib bo'ldi, kerak emas degan narsalar o'tmaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, prosta buni farqi misol kafolatlida qanaqa, misol uchun tovar borda deylik. Uyga olib ketdi, 1 kun 2 ishlatyapti, buzilib qoldi. Misol buzilib qoldi yoki ishlamay qolsa, bu kafolatlida misol 10 kun kafolat bersa, 10 kun kafolat bersa, shu 10 kun ichida buzilib qolsa, o'sha tovarni qaytarib berish yoki yangilab, ya'ni qaytarib olish, pulini vazvirat qilish, yangilab berish. Bunisida esa qaytarish imkonsiz, faqatgina boradi, pochtada buzuq bo'lsa, pochtada olib turgan payt ishlamasagina vazvirat qo'riladi. Ya'ni misol mana bunda 3 kun, 10 kun vaqt beradigan bo'lsa, mana bunisida esa 10 soat vaqt beriladi. 10 soat ichida tovarni yaxshilab tekshirib boshqa qilib, tiraz aytish kerak. Bu shunaqa. Biz kafolat beramiz 3 kun misol uchun. Bu yerda artikul, bu artikul bu yerda hozir ruchnoy turibdi. Bu tez orada bu narsa avtomatik aralashtiriladi. Ya'ni siz o'sha mahsulotingizga maxsus artikul berib beradi. O'sha artikulni qidiruv joyiga yozadigan bo'lsa, bilik mana bu yerga avtomatik o'sha tovar kelib chiqadi. Ya'ni nomi bo'yicha yozib o'tirmaydi. Mana shuni berasizlar, bo'ldi. Mana shu narsani yozasiz, tovaringiz kelib chiqadi. Shtrix kod tabelasi tovar orqasida shtrix kod bo'ladi. O'shani telefonda bo'lsa yoki kompyuterga o'sha kamera ulasalaring, bu yerda kameradan shuni skaner qilib olsalar ham bo'laveradi. Endi nimaga omborga tegmanglar deb qo'ydim. Shu joyini aytib o'taman. Mana bu yerga endi qiziq joy keldi. Mahsulotga parametr variantlar, ya'ni xususiyatlarni biriktirish. Hop, bitta kiramiz deylik, biz futbolga sotyapmiz, rangi. Yana qo'shyapmiz deylik. Razmer, ya'ni hajmini deylik. Rangi misol qora bor, vergul, qizil yo'q, bizda qizil yo'q, qora bordi. Kul rang deylik, va oq.
Hop, endi qaranglar. Razmeri 2 XL bor. 3 XL. Adashmasam M deganlari ham bo'ladi. M misol uchun, например. И pastda mana avtomatik bizga variantlar bo'yicha ombor qoldiqlarini va narxlarni kiriting deyapti. Ya'niki, mana bu yerda biz rangi, razmerni kirgizdik va o'sha razmerni qora, kulrang kirgizdik-ku, bu yerda chiqaryapti uni. Rangi qora deyapti. Razmeri 2XL, ya'ni o'sha bo'lganda ombordagi qoldig'ini kirgiz deyapti. Nech pul sotishini yozib bitga deyapti. Ya'ni kim qora rangli 2XL futbolkani narxi agar alohida bo'ladigan bo'lsa, alohida narxini kirgizib chiqasiz. Agar alohida narx kirgizmasangiz, asl narxini ishlatadi. Ya'ni bu yerda siz berib qo'ygan, ya'ni agar chegirma bergan bo'lsa, chegirma narxini ishlatadi yoki bu yerda asl narx bo'lsa, asl narxni ishlatadi. Agar alohida narx qo'ysangiz, mana xuddi shunaqa parametr tanlagan paytda avtomatik bu yerda mana ishga qo'ygan narxingizni ishlatadi. Xo'p, biz bu yerda deylik, hammasini 10 ta qilib belgilab chiqyapmiz. 11 ta qilaylik, bosish yozsam bo'ladi. Bizda bitta deylik mana shu, sizlarga tushuntiraman. Bizda mana shu mahsulotimiz, ya'ni qora rangli 2xligidan 10 ta, qolgan hammasi 11 ta. Narxi misol uchun mana sizlar ko'zlaringiz ko'rishni 35 ming so'm qilib beraman. Bitta 45 ming asl narxi bo'lsa, chegirmalar 40 ming bo'lyapti. Endi hozir buni qo'shdik, tovarimiz belgilab parametrlarni qo'shib oldik. Bu yerga endi tavsif kirgizib chiqamiz, o'sha bir nimalar yozib chiqamiz. Bu yerda mintagacha belgi yozsak bo'ladi. O'sha tavsifimizga narx topam. Rasm biriktirib qo'ysak bo'ladi. Ikkinchi rasm deganimga, bu rasmlarimiz formati 1080 ga 1440 pikselda bo'lishi kerak. Xuddi shunday, 1080 ga o'sha 1440 pikselda bo'lishi kerak. Boshqa piksel formatlarini olmaydi. Mana sizlar hozir qo'shib ko'rsataman o'sha masalani. Yo'q, piksel tanlamayapti. Qisqasi shunaqa bo'lishi kerak. Bu yerda hozir ashibga chiqmadi, lekin ashibga chiqadi. Boshqacha piksel tanlab qo'ysangiz ashibga berib yuboradi. Xo'p, bir qator tekshirib olamiz. Bu yerga yana variantlar qo'shsak bo'ladi. Bizga shu ikkalasi yetadi hozircha. Qo'shsak bo'ladi futbolkaga. Nike. Brand qilaylik. Brandga Nike. Adidas qilamiz. Misol uchun. Endi qoldiqlar alishdi. Endi biz boshqatdan kirgizib chiqishimiz kerak. Ana bu yerda sizlar qo'shib ketaversalaring, bu yerda o'zi avtomatik yangilanib ketaveradi. 11 ta 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 11 ta. Xo'p, 11 ta 11 ta 11 ta 11 ta 11 ta. Hammasiga 11 tadan belgilab chiqib, bitta buni 10 ta qilamiz-da. Bu narxini 35 ming so'm qilib qo'yamiz. Sizlarga ko'rsatish uchun. Bo'ldi, endi saqlashni bosamiz. Hop, mana mahsulot qo'shildi deyapti, tekshiruvda deyapti. Mahsulot hali sotuvga chiqqani yo'q. Mahsulot tekshiruvga ketdi. Mana operatorlar tekshiradi. Hop, men endi bu yerdan o'zim hozir qo'lda tasdiqlab o'raman. Bu yerda operator tekshirish kerak o'zi aslida. Men operatordan hozir. Hop, mana bu yerda mahsulot ko'rindi menga. Mana stok hamma narsa ko'rindi. Tasdiqlashni bosdim. Bo'ldi, mahsulot sotuvga chiqdi endi. Mana sotuvda, endi unda bozorga kirib yangilash beradigan bo'lsak, biz mahsulotimiz chiqdi mana. Bizniki qaysi biri? Mana bunisi bo'lishi kerak. 1 2 3 bo'ladigan bo'lsa, shunisi ekan. Qani? 2 bo'lmadi. Mana shunisi bizniki ekan. Bu yerda mana avtomat yangi qo'shganimizdan keyin mana yangi degan belgi chiqib qoladi bu yerda, shtobi tovar yangiligini bildirish uchun. Biz qo'shgan rasmlar, ya'ni bir kun biz berganda mana ertaga yetkazib beramiz deyapti. Ya'ni qaranglar, yetkazib berishda ham endi hozir biz vaqtga qo'ymoqchimiz. Ya'ni kim soat 2 gacha zakazlar ertaga chiqib qoladi. Agar soat 2 dan o'tadigan bo'lsa, bu yerda indinga degan yozuv chiqib qoladi.
Ya'ni kim hozir bu yerda ertaga deyapti. Hozir men 8 bersam, ertaga kelishga to'g'ri kelib qoladi. Bunaqa paytda uspet qilib bo'lmaydi. Shuni hisobga olib, biz hozir qilib beramiz. Men shu narsani yozib oldim hozir, vaqtli qilishdi. Buni to'g'irlab qo'yamiz uni. O'sha mana soat kechasi 3 bo'ldi. Soat 3 da ham mana ertaga deyapti. Shuni to'g'irlab beramiz. Xo'p, qaranglar. Xo'sh. Qulay narxda to'lov qilish, biz do'konimiz, sotuvchidan so'rash. Biz mana kiritgan parametrlar. Xo'p. Kulrang 40 ming so'm deyapti. Biz qaysini narxini arzon qilgandik? Qaysi Nike'da qorasini 2 xlini ekan. Brend Nike turibdi 2 xl, qorasi 35 ming so'm bo'lishi kerak. Mana 35 ming so'm 10 ta deyapti. Kulrang olsa, yana 11 ta 40 ming so'm. Davay savatchaga qo'shamiz. Yo, hozir savatchaga qo'shmay turamiz. Men oluvchi panelidan kirib ko'rsatib beraman sizlarga qanaqa qilib oluvchilar ishlatishini. Xo'p, qaranglar, biz qo'shdik. Endi mahsulotimiz sotilyapti. Kelinglar, endi bitta hozir buyurtma qilamiz. Mana bundan chiqaman-da. Men hozir oluvchini paneliga kiraman deb bitta mahsulotni buyurtma qilaman hozir. Biz 807 qilamiz. Mana nomeri. Hop, buni bosamiz. Kod olish. Hop, buni ham Telegramdan keladi kod. Hop, kod 216 348 ekan kodimiz. Hop, mana biz oluvchini paneliga kirdik. Endi mana mahsulotimizni topamiz. Mana deylik, uni 3xldan 40 ming ekan. Savatchaga qo'shish qilamiz. Savatchaga qo'shib qilganimizdan keyin savatchaga kiramiz. Hop, mana bu yerda chiqyapti. Mana biz mahsulotimiz Nike futbolka deb sotuvchi Yahyoxon 123 deyapti. Brend Nike, rangi qora, razmer 3xl deyapti. Bu yerda mana ko'paytirsak ham bo'ladi, kamaytirsak ham bo'ladi. 10 tagacha adashmasam, 11 tagacha mana oladi. Bundagi mana ashga chiqyapti, o'ng tarafda ko'rishlaringiz mumkin. Omborda soni yetarli emas, 11 ta deyapmiz. Xiylidan shuni bitta qilamiz. Ikkita mayli, 80 ming tursin. Rasmiylashtirishga o'tishni bossak, bizda mana bu yerda ma'lumotlar to'ldirishimiz so'raydi. Endi men oldin test qilganim uchun menda ma'lumotlar turibdi. Mana hozir test qilgan ma'lumotlarni galichka bosib qo'yganman, chunki hop, endi bizda Payfi to'lov tizimi orqali onlayn to'lov qilib yuboramiz. Ya'ni to'lovni oldindan albatta olinadi, chunki zakaz qilib qo'ygandan keyin siz jo'natib yuborsangiz, u yo'qolib qolib, boshqa bo'lib o'yin qilmasligi uchun shunaqa. Hop, biz bu yerda agar promokod o'zingiz tarafdan mana promokod bersangiz ham bo'ladi. Kelinglar, shu afsuski promokod hozir bera olmaymiz, chunki paneldan chiqib ketdim men. Promokod yaratib bersangiz bo'ladi. Agar promokod bersangiz, u promokodni agar ishlatadigan bo'lsa, u faqatgina sizni mahsulotlaringiz narxidan chegirma qilib beradi. Misol uchun, mana hozir 80 mingga sizni tovaringiz olib turgan bo'lsa, shu tovaringiz narxidan o'zingiznikidan faqat 80 ming berib yuboradi, boshqanikidan emas. To'lash knopkasini bosgan paytimizda bizga mana Payfi platformasiga yo'naltiradi. Bu yerda mana 80 ming so'mlik chek yaratib beryapti. Biz to'lashimiz mumkin Payme orqali, E2lik orqali, Visa, Mastercard orqali yoki telefondan to'lamoqchi bo'lsak QR kod yoki tanishimizga borib to'lab yubordik deyishimiz ham mumkin. Hammasi xavfsiz, sertifikatlar, SSLlar mavjud. Endi hozir men bu chekni vaqtinchalik ya'ni zapis to'xtatib turamanda, bu chekni to'layman-da, to'langandan keyingi bo'lgan jarayonni bir ko'rib chiqamiz hozir. Zapis 1 daqiqa to'xtaydi. Sizlarga bittadan o'tib ketaman, menga 1 daqiqaga o'chirib turaman. Xo'p, do'stlar, mana men hozir buni buyurtmani to'lab yubordim. Ko'rishlarim mumkin, buyurtma qayta ishlashda bo'lib qoldi. Bu yerda mana bitta mahsulotimiz, mana xarakteri. Xo'p, endi
biz buni bu yerdan chiqamizda, yana qaytadan o'zimiz haligi panelimizga kiramiz. Yahyo 123 edi. Kapchani belgilaymiz. Kirish qilamiz. Xo'p, mana bizning 80 ming ko'rindi. Jarayondagi pullar kutilayotgan buyurtmalarni pending, ya'ni processing deyapti. Bu bitta chiqib qoldi mana. Bu qayta ishlashda to'langan deyapti. Buni biz endi qayta ishlashimiz kerak. Ya'ni kim batafsil knopkasini bossak, bu yerda biz xarakterini ko'rishimiz mumkin. Mana xarakterini ko'rishimiz mumkin, necha pulligini, sonini, bittasi necha pullanligini ko'rishimiz mumkin. Bitta batafsil ma'lumoti. Agar ko'proq narsa olgan bo'lsa, siz aynan siz do'koningizda işte hammasi chiqadi. Ya'ni bu sotib olgandan keyin har xil do'kondan sotib oladi-ku, shu qaysi do'konni sotib olgan bo'lsa, shu do'konni egasini o'ziga ko'rinadi faqat. Hop, endi chek chop etish, hujjat chop etish. Ya'ni bu nima? Bu ikki shot. Bu ikki shotimizda barcha ma'lumotlar keltirilgan bo'ladi. Ya'ni misol to'lov statusidan boshlab sana, buyurtma, holat, hamma narsa bitta keltirilgan bo'ladi. Mana bunisi chekda esa bu printer uchun. Ya'ni kim bu printer uchun chiqarilgan bo'ladi. Misol uchun mana atorga qiladigan bo'lsak ham o'zingiz shu moslab turib qilib olasiz. Bu nima uchun? Agar siz printeringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'sha deylik buyurtmani ichiga sovoradigan bo'lsangiz, depa chek bu. Mana QR kodlar bilan tekshirib olsa ham bo'ladi bemalol. Mana shuni men test uchun bir saqlab olaman. Mana shunday holatda bo'ladi mana. Bu yerda to'lov IDsi, sana, to'lov, holat qayta ishlashda deyapti. Mahsulot mana chiqyapti. Mahsulot jami 80 ming so'm, to'lov 80 ming so'm. Bu yerda xaridorga yetkazish va bo'ldi. Ortiqcha ma'lumot yo'q. Xo'p, endi biz yig'ishni boshlash degan knopkani bosamiz. Biz endi hozir sellerlar uchun maxsus bot qilib qo'yamiz. O'sha botdan ham sizga SMS keladi. Ya'ni sizga buyurtma tushdi, kirib uni tekshiring degan. O'sha yerdan xabar kelib turadi. Endi biz mana yig'ishni boshlashni bosamizda, yig'ishni boshlashni tasdiqlaysizmi deyapti. Ha deymiz, tasdiqlash qilamiz. Mana buyurtma status mahal o'zgartirildi deyapti. Endi batafsilga bo'lsa yig'ilyapti. Endi bu tovar endi mijozga ham hozir yig'ilyapti, ko'rinyapti. Tovarni endi siz yig'dingiz, endi jo'natishga tayyor qildingizda pochtaga boryapsiz. Mana bu dannelarni berasiz, misol uchun Jizzax shahri, tumani, buni hamma narsalarni ko'rsatasiz. Berasiz. Agar qanaqadir ma'lumotga yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, telefon qilasizda o'zidan so'raysiz, shunaqa aniqlashtirib olsangiz ham bo'ladi. Qilganingizdan keyin pochtaga berdingiz, yo'lga chiqarishni bosasiz. Bu yo'lga chiqib ketdi. Endi bu yo'lda. Endi qolgan ishni o'zi pochta qiladi shundoq ham. Pochta o'sha sizga pochta bab sizga unaqa beradi, o'sha status beradi. Ko'rib turish uchun, ya'ni pochta qayerda ketib turgan. Agar pochta yetkazildi degan statusni bersa, siz ham yetkazildini bosib qo'yasiz. Mana yetkazildi deyapti. Endi bo'ldi. Endi mana bu yerga o'tadigan bo'lsa, umumiy summa 80 ming so'm deyapti. Kutilayotgan buyurtmalar 0 ta deyapti. Jarayondagi summa 0 ta deyapti. Endi bu pul bizga 3 kun yo 4 kun ichida mana bu yerga o'tadi balansimizga. Balansimizga o'tgandan keyin biz bu yerda yechib olishimiz mumkin. Endi qorong'u rejimga olaveramiz. Xo'p, endi qaranglar mana fikr mulohazani ko'rish uchun bitta boshqatdan chiqamizda endi. Endi hozirga haligi akkauntimizga kiramiz. Ya'ni hozir mahsulot sotib olgan profilimizga kiramizda, shundan bitta do'konga sharh qoldiramiz. Bitta narsalar bor ko'rsatadi, o'shalar bir ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Undan keyin seller panelni qanaqa tarzda ishlashini ham ko'ramiz. Hop, 784 121 ekan parolimiz. Qaranglar, mana kirganimizda mana buyurtma yetkazildimi deyapti. Ya'ni biz yetkazilini bosganimizdan keyin sotuvchi tomonidan buyurtma shu IDli do'kon kiyimlar yetkazib berdim belgiladi. Buyurtma rostdan ham qabul qilib oldingizmi deyapti. Ha, qabul qildim deyapti. Quyidagi mahsulotga baho bering deyapti. Bu yerda yulduzcha bersa bo'ladi. Misol mahsulot yaxshi ekan, sifatli tavsiya qilaman deyapmanda. Baholashni borish qildim. Buyurtma baholan rahmat deyapti.
Hop, endi buyurtmamiz mana yetkazildi deyapti. Aytib bu yerda bekor qilish chiqib turgandi, endi bekor qilish yo'q. Bu mahsulot yetkazildi. Buni bekor qilish uchun faqatgina sotuvchi bilan aloqaga chiqadi, sotuvchi bilan gaplashadi. Sotuvchi orqali bekor qilishi mumkin. Endi bekor qilish faqatgina operator yoki sotuvchi bilan aloqaga amalga oshiriladi. Hop, qaranglar, bu yerda buni sharhlanmagan bo'limga kirsa, mana biz bu yerda hozir sharh qoldirganmiz, shuni ko'rsatyapti. Mana bu yerda tavsiya. Endi qaranglar, yana qayta chiqamizda, yana qaytib unga kiramiz. Sotuvchi paneliga. Nimaga chiqib kiryapman? Chunki to'g'risi tizimda boshidacha neto qurib qo'yibman ekan. Bitta profil ochib unga deylik har xil status beradigan qilib qo'ygandim. Endi ancha tizim o'zgartirganimdan keyin bu narsa menga kelib qoldi. Endi u narsani qilishim uchun men butun bosh tizimni boshqatdan qilib chiqishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun hali seller bo'lib kirsangiz ham siz asosiy sahifada loginingiz turadi, oddiy mijoz bo'lsangiz ham turadi. Shuning uchun endi majbur bo'ldim shu holatda qoldirishga. Endi qaranglar. Bunda fikrmon o'zaga kirsa, mahsulotimiz. Biz qaysi mahsulotimizga sharh qoldirgani ko'rsak bo'ladi aytdi. Pastiga tushsa mana o'zi turibdi mana yerda mana. Mahsulot yaxshi ekan, sifatli tavsiya qilaman. 5 yulduzcha deyapti. Endi next qilamiz. Yulduzchasini bu yerda ko'rsak bo'ladi. Nechida yozgan, qaysi mahsulotligida ko'rsak bo'ladi. Biz unga javob qaytarsak bo'ladi. Deylik, misol xarid uchun rahmat. Javob bo'lib berildi. Endi misol bu yerda kirsak ham biz javobimiz chiqib turadi endi. Mana sotuvchining javobi. Xarid uchun rahmat deyapti. Bo'ldi. Bir marta javob bera olamiz, bo'ldi. Qaytib javob berish degan narsalar yo'q. Endi shaxsiy ma'lumotlar qismiga kirsa bitta biz shu username'imiz, ism familiyamiz, pochtamiz, parol alishtirish maydonchasi, biznes turi samazaynetti, bitta danillar. Faqat bu yerda bizda parol yangilash ishlaydi xolos, qolganlar ishlamaydi. Bular yangilab bo'lmaydi. Analitika kiradigan bo'lsa, bizda undan oldin birinchi kirganimizda ko'rgan masalan namuna turgandi. Adashmasizlar ko'rsatmadi menimcha. Undan oldingi videoda ko'rsatdim. Undan oldingi videomiz ba'zi bir sabablarga ko'ra o'chib ketdi. Chunki bilmasdan zapsni mikrofonni o'chirib qo'yibman ekan. Gapira oxirida qaraganimda qarabsizlarki ish keldi. Kiyimlar do'kon bo'yicha ko'ramiz. Hop, qaranglar, bizda 80 ming so'm. Kamisi hozircha o'ylab turibman 2% qilaymi ekan yo ko'taraymi, kamaytiraymi hozircha 2% ko'tarilib qolishi ham mumkin, pasayib qolishi ham mumkin. Hop, bizda 2% komissiyamizni hisoblayapti 1600 so'm. Bizga hisob daromadimiz 78400 so'mni bitta chiqaryapti. Sotilgan buyurtmalarimiz bitta, o'rtacha chek qiymati 80 ming so'm. Kam qolgan tovarlar deyapti. 3 tadan kam qolganlar 0 ta deyapti. Bizda AI tahlilchimiz bizga mahsulot beryapti. Eng ko'p foyda keltirgan tovar Nike futbolka deyapti. 80 ming so'm deyapti. O'rtacha chekni ko'tarish strategiyasi deyapti. Kategoriya differensiatsiyasi chiqib, sun'iy intellekt bet yozyapti, men yozmaganman buni, tushunmadim, qiyin so'z ekan. Sotuv grafiki bu yerda bunaqa bo'lib, bunday chizib ko'rsatadi. Shunaqa narsa grafik bor. Bu yerda qaysi mahsulot erkak kiyimi kategoriya ulushi deyapti. Kategoriya bo'yicha ekan bu. Tovarlar kesim sotuv hisoboti deyapti. Bu nima? Mana shu tovarimiz 45 ming so'm sotildi, ikkita deyapti. Jami tushunsangiz omborda qoldi deyapti. 195 ming, ya'ni jamini hisoblayapti. Общий, hali biz yozdik-ku, 10 dan 10 ta qilib shuni hisoblayapti. Buncha yashil turibdagi, bu kam qolsa qizil, sariq shunaqa o'zgarib qoladi. Hop, bitta filtrlar bor. Mana 7 kun bo'yicha ko'rsak ham, butun tovar bo'yicha ko'rsak ham bizda bir xil. Chunki bittagina sotuv bo'lgan xolos. Hop, pul yechib olishimiz. Bu yerdaga pul balans o'tgandan keyin pulni bu yerdan yechib olishimiz mumkin. Qaranglar mana. Pul yechish payti mana 2% turibdi, qaranglar pastda. 1 million so'm, mana 10 million so'm qildim, qaranglar. 1.5% ga o'tdi. Misol uchun mana 2 million so'm qilsam, bu ham 1.5%. Ya'ni hozircha biz chegirma ketyapti. 1 million 200 dan adashmasam o'tgandan keyin 1.5% tushirib beriladi. Bu ham hozircha. Keyinchalik bu narsa bo'lmaydi, faqat standart qo'yilgan chegirma bo'yicha ketilinadi. Albatta tushadigan so'mma, albatta yechilgan pullar ko'rsalaring bo'ladi. Albatta promo kodlar
promokodlar bo'limini yaratish qilasizlar. Bu yerga o'sha nomini yozasizlar. Bu yerga foiz yoki aniq miqdorda qilsalar ham bo'ladi. Foiz bo'lsa necha foiz, minimal necha pullik buyurtma olsa, keyin bu promokod ishlashini belgilab qo'yasizlar. Necha pulgacha maksimum chegirma qilib berishini belgilab qo'yasizlar. Summani misol maksimum 50 minggacha ber, unaqaga bermang. Agar necha odam ishlatishini belgilaysizlar, agar aniq miqdorda bo'lsa faqat necha pulligini o'sha minimal miqdor belgilab qo'yasizlar, o'zi bu yerda avtomatik qiymat ishlaydi. Bu yerga qachongacha ishlashini hozir belgilab yaratish qilasizlar, bo'ldi. U faqatgina siz yaratgan do'kon ichidagi mahsulotlarga ishlaydi, boshqa do'konlarga ishlamaydi. Hop, bizda Zozo target, ya'ni Zozo targetimiz bor. Ya'ni siz mahsulotingizni target o'qib bir ikki olib chiqishingiz ham bo'ladi. Hop, bizda bitta mahsulot bor, mana shuni tanlaymiz. Bizda 4 xil reklama usuli bor. Ya'ni kim asosiy o'sha asosiy kirgandan sirazi rekka chiqarib berish, kategoriya bo'yicha rekka chiqarib berish, qidiruv bo'yicha rekka chiqarish, barcha joylarda mukammal qamrov, ya'ni hammasi chiqadi, uchalasida. Mana shuni tanlasalar. Endi 3 kunga qo'ymoqchi bo'lsa, 7 kun yoki 14 kun, 30 kun bo'ladigan bo'lsa belgilasak bo'ladi. Misol 3 kunga 1000 ta prosmotr uchun qo'ysak, 13 ming so'm bizdan so'rayapti. 2000 ta prosmotr uchun 23 ming so'm. Albatta Zozo targetimiz albatta test rejimda hali. Chunki ba'zi bir kamchiliklari bor, lekin test rejimdalik uchun narxlari juda pasaytirib tashlangan, arzimanga pul oladi reklama uchun. Buni yo'q qilib qo'ysak ham bo'lardi, narxini juda ham tushirib tashlasa bo'lardi, lekin hamma reklama o'qib tashlasa ham bo'lmaydi. Hamma reklama o'qib tashlasa programma hammani rekka chiqaraman deydi ekan. Baribir birinchida kimdir pastda bo'ladi, shuni chalkashib ketadi. Shuning uchun narxini sal o'rtacha anaqada qilib qo'ydi, sredniy. Qimmat emas, lekin juda arzon ham bas. Bu balanslardan yechib oladi. Ya'ni mana balanslar 0 turibdi, ya'ni bu yerga balansni yechib oladi. Buni agar to'ldirmoqchi bo'lsalaring, shu operator bilan gaplashsalaring, bu hisoblarni to'ldirsalaring bo'ladi. Agar target yoqmoqchi bo'lsalaring yoki tovardan tushgan pulga yoqsalaring ham bo'ladi. Xo'p, endi bizda shu yoqqanimizdan keyin bu yerda reklama yoqqanimiz ko'rinadi. Ya'ni nechta bosish bo'ldi, nechta sotildi, hamma narsa mana ko'rinib turadi. Ya'ni ko'rishlar soni, bosishlar soni, kelajakda balki sotilganlar sonidan chiqarib berish qilamiz. Hop, bu yerda mijozlar bilan chat. Ya'ni bu joy nima? Bilasiz, sotuvchidan so'rash degan joy bor. Shu sotuvchidan so'rashni bossa chat ochiladi. Shu chatga o'zini rasmini, gapini yozadi. Siz uni tanlab turib javob qaytarishingiz mumkin, u bilan suhbat qilishingiz mumkin. Ya'ni bu nima uchun ham? Hali tovar mabodo shikast bo'lsa, o'sha qaytarish nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, shunaqa paytda yozadi, siz o'qiysiz, javob qaytarasiz unga. Hop, do'konim. Mana shu narsalar bizda hozircha shu. Endi qanaqadir yangiliklar hozir qo'shilib qolishi mumkin, chunki sahifamiz misol kecha ko'rganlaringni mana bu narsalar yo'q edi misol uchun. 3-4 ta narsa turadi xolos mana yerda. Ko'ryapsizlar, mana bugun mana shu o'zida anchasi qo'shib tashlaganmiz. Ya'ni promokod, target, chat kundan kunga yangilanish bo'laveradi. Biz kundan kunga shuni sizlarga tashab turaveramiz. Ya'ni shunaqa yangiliklar bo'lyapti deb sizlar ham o'sha yangiliklar kuzatib borish uchun bizning Telegram kanalimiz bor. Sellerlar uchun ochilgan, o'shanga obuna bo'lib qo'yinglar. Zozo seller degan ekranlaringda chiqarmasam kerak, chunki bu video montaj qilinmaydi, bez montaj tashlanadi. Xo'p. Hamma narsa yerda. Endi qanaqadir savol bo'lsa bemalol yozaverasizlar. Undan keyin sizlarga javob berib, ishlaringizni oson qilishga yordam beramiz. Shu aytganim, Telegram kanali bor, Zozo seller degan. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shu seller panelda qanaqadir o'zgarishlar, yangilanishlar bo'lsa tashab turiladi shu yerga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni Zozo platformamizda kutib qolamiz. Va aytgancha, seller bo'lmasalaringni mahsulot sotib olgani kirsalaring bo'ladi. Xudo mana shu videodan keyin sotuvchilarimiz ko'payib qolsa kerak. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.